Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Mizi.com YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bu videoda biz o'zimizning natijalarimizni ko'rsatamiz, ya'ni bir oyning ichida qancha pul topganmiz, ya'ni qancha daromad qilganmiz va qancha xarajatlar bo'lgan, do'konimizning tashqi ko'rinishi va qanday mahsulotlarni va qanday yo'nalishni tanlaganimizni sizga ko'rsatib beramiz. Biz Shopify admin panelidamiz va bu yerda biz sizga hozir bir oyda qancha xarajat qilganimizni ko'rsatamiz. Ya'ni bu yerda hozir biz 1-sentyabrdan 30-sentyabrgacha bo'lgan vaqtni olamiz va bir oyning ichida biz $12,826, ya'ni salkam $13,000 pul topganmizni eslatib o'tamizki, bu sof foyda emas, bu pul aylanmasi, ya'ni buning ichida xarajatlari ham bor, ya'ni mahsulotning tan narx xarajatlari, reklama xarajatlari, to'lov tizimlari komissiyasi xarajatlari va boshqa xarajatlar. Bu haqida ham sal turib siz bilan gaplashib o'tamiz. Endi biz hozir ordersga kiradigan bo'lsak, ya'ni bu yerda mana mijozlarimizning zakazlari, buyurtmalari bu yerda mana ko'rsatilgan. Va misol uchun oxirgi buyurtmaga kiradigan bo'lsa, endi asosan bizda United Statesdan kelgan, to'g'ri, biz New Zealand, Yangi Zelandiyaga, Avstraliyaga, Amerikaga yoqqanmiz, Amerika Qo'shma Shtatlariga. Endi ko'proq bizdan Amerikadan sotib olgan. Endi test, ya'ni sinov darajasi ham reklamada shu eng samarali United States bo'lib chiqdi, lekin o'tgan yillar biz xuddi shunaqa loyihani ishga qo'yganimizda bizda New Zealand, ya'ni Yangi Zelandiya bilan Avstraliya ko'proq natija bergan. Endi bu safar bizda United States bo'lib qolgan. Mana bu yerda siz ko'rishingiz mumkin, qaysi mahsulotni sotib olgan, nechta dona, qachon yetib kelgan mahsulot, qachon 30-sentyabrda buyurtma bergan ekan, 3-oktyabrda juma kuni mahsulot yetib kelgan. Endi savol tug'iladi, nahotki AliExpress shunaqa tez yetkazib beradi? O'zi AliExpressni yetkazib berish muddati eng uzoq muddat bu 2 hafta, ya'ni 14 kun. Lekin shunaqa bo'lishi mumkinki, endi ko'pchilik bilmaydi, AliExpressni o'zini ombori Amerika Qo'shma Shtatlarida ham bor. Balkim shu Amerika Qo'shma Shtatlari omboridan yuborilgandir va shunaqa tez vaqtda yetib borgan. Odatda 5 kunda yetib boradi yoki 1 haftada yetib boradi. Endi bu vaziyatda mahalliy omborda, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlaridagi AliExpressning omboridan yuborilgan deb o'ylaymiz. Chunki Xitoydan 3 kun ichida yetkazib berish qiyin deb o'ylayman. Va pastda mana timeline'da ham ko'rish mumkin. Denis Rebek degan odam kirgan. 89.99, ya'ni $90 ga sotib olgan. Bizga bu konvertatsiya bo'lib yevroda tushgan. Hozir siz finansga kirib sizga ko'rsatib beramiz, nimaga aynan bizga yevro tushganini. Va mana Dizers tasdiqlagan va mahsulotni yuborgan. Ya'ni bizni yetkazib beruvchi supplierimiz. Mana 3-oktyabrda bizani hisob raqamimizga pul tushgan, ya'ni €72.79. U degani endi misol uchun mijoz mahsulotni olgandan keyin bizani hisob raqamimizga pul tushirib berdi degani emas, endi shunaqa bo'lib qoldi. Ya'ni o'zi Shopify Payments, endi bizda Shopify Payments ichki to'lov tizimi ulangan. Eng tez tushadigan pul bu 3 kun. Endi bizda shu 3-4 kunda, uzog'i 1 haftada pul tushgan. Endi bu 3-oktyabr просто совпадение etsa ham bo'ladi. Xo'sh, endi biz hozir analitikaga kiradigan bo'lsak, bu yerda mana $12,826 biz daromad qilganmiz. Undan $119, salkam $20, ya'ni $120 bizda bu o'rta chek va endi eng ko'p sotilgani Fishing Cats Net degan mahsulot bo'lgan, $7,500 ga sotilgan. Sizga ko'rsatib beramiz qaysi mahsulotligini. Va conversion rate over time to'g'ri sal kamroq, 0.2%. Yaxshi agar 1 bo'lsa, 1.5 bo'lsa undan ham zo'r. Bizning do'konimizga 20,000 dan oshiq odam kirgan, 20,437 ta odam kirgan bo'lsa, undan atiga 11%, ya'ni 2387 ta odam add to cart qilgan, ya'ni savatga qo'shgan. Undan 4%
checkout sahifasiga o'tgan, ya'ni karta ma'lumotlarini teradigan sahifasiga 876 odam, undan atiga 107 ta odam buyurtma bergan, ya'ni sotib olgan. Bu shu voronka deyiladi. To'g'ri, endi bu yomon natija emas, juda ham yaxshi natija. Lekin mana shu add to cartga tushgan odamlarni biz yana qaytarib olamiz, keyinchalik bu retarget deyiladi. To'g'ri, eng ko'p telefondan kirgan 16.000, salkam 17.000 ta odam telefondan kirgan, chunki juda ham ko'p odam telefonda o'tiradi, desktopga nisbatan, ya'ni kompyuterga nisbatan. Va ko'proq Facebookdan kelgan, chunki AQShda, Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'proq Facebookni ishlatadi. Instagramga nisbatan aynan sotuvlarda biz ham sinov qilib ko'rganmiz, ham Facebookga reklama berganmiz, ham Instagramga, va ko'proq Facebookdan berdi. Lekin Instagramda ham yaxshigina natija bor, ya'ni $4,500, salkam $4,500 bu yaxshi natija. Mana boya aytganimdek, United Statesdan ko'proq odam kirgan. Misol uchun New Zealandga ham, Avstraliyaga ham nisbatan o'zi nimaga shunaqa? Chunki biz boshida sinov qilganimizda United States ham, New Zealandga ham qilganmiz. Keyin qarasak, faqat United Statesdan sotuvlar kelmoqda. O'shanga biz ko'proq e'tiborimizni United Statesga qaratganimiz uchun 17.000 ta odam aynan shu davlatdan kirgan. U degani endi New Zealandga ham reklama berganmiz, doimiy atiga 1367 ta odam kirgani emas, aynan sinov darajasida kirgan odamlar shu. Lekin biz e'tiborimizni aynan United Statesga qaratdik, byudjetimizni boshqa joyga ketib qolmasligi uchun, ya'ni samarali bo'lishi uchun ish. Endi biz hozir finansga kiradigan bo'lsak, endi savol tug'iladi, nimaga yevroda ko'rsatilgan agar mijoz bizadan dollardan sotib olgan bo'lsa? Chunki bizada mana hozir payoutga kiradigan bo'lsak, Revolut Payments, ya'ni Britaniyani banki ulangan, ya'ni Yevropeyskiy Shopify Payments ochilgan, Yevropa davlatlaridan biri, Yevropa ittifoqi davlatlaridan biridan Shopify Payments ochilgan va shunga Yevropa hisob raqami ulangani uchun bizga konvertatsiya bo'lib yevroda tushadi. Mana bu yerda $72.79 yevro bo'lgan. Lekin o'zi bizda €76.72 tushgan. Undan 393 bu tranzaksiyalari, ya'ni to'lov tizimini 208% plus 0.25 yevro olgan va 2% konvertatsiyaga, ya'ni mijozda dollar bo'lgan, bizda yevro hisob raqami bo'lgani uchun konvertatsiyaga 2% olib qolgan. Agar sizda United Statesda, misol uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida Shopify Payments yoki hisob raqamingiz bo'lsa, unda siz 2% ni yo'qotmaysiz. Agar sizda yevro Amerika hisob raqami, dollar hisob raqami va mijozda ham dollarda bo'lsa to'lov. Agar misol uchun sizda dollar hisob raqami, lekin Yevropaga reklama yoqqansiz va ular yevroda to'lagandan keyin 2% konvertatsiyaga olib qoladi. Xo'sh, endi biz o'zimizning do'konimizni ko'rsatamiz. Ya'ni bu shu do'konimizning bu bosh sahifasi. Eslatib o'tamanki, biz reklama berganda, o'zi dropshipperlar reklama berganda aynan bir mahsulotni reklama qilib, o'sha mahsulotni sahifasiga havolani yuboradi. U degani biz home page-ga unaqa katta e'tibor bermaganmiz, chunki baribir home page-ga emas, aynan bir mahsulotni, shu reklama qilgan mahsulotimizning sahifasining ichiga kiradi. Lekin home page-da ham mana sotiladigan mahsulot qo'yganmiz. Fishing hook notdir degan, ya'ni bu qanaqa mahsulot? Eslatib o'tamanki, bizda bu yo'nalish baliqchilar yo'nalishi, fishing yo'nalishi va bu mahsulot nimaga yordam beradi? Aynan shu mahsulot life hack mahsulot, chunki baliqni ov qilganda shu ipini bog'lash uchun qo'lda emas, shu mahsulot orqali bog'lasa vaqt tejab oladi va kamroq qiyinchilik bo'ladi. Ko'proq lazzatlanadi aynan nima desam ekan protsessdan, shu ovdan, fishingda. Va pastda mana bundle deals bor. Bundle deals degani misol uchun bitta mahsulot emas, 2 yoki 3 ta mahsulot sotib olsa, qanaqa narxda bo'ladi? Misol uchun 150 emas, 75
dollarga, ya'ni 50% chegirmasi bilan sotib oladi. Ya'ni bizda shunaqa klientlarimiz ham bo'lgan. Mijozlarimiz shu bitta emas, bitta, ikkita yoki 3ta mahsulot sotib olgan. Keyingisi bu about us, ya'ni biz haqimizdagi ma'lumot, qisqa ma'lumot bo'lgan. Bu yozmagan ekanmiz ham hech narsa. Yozdik desak shundoq qolib ketgan ekan, endi hech kim kirmagani uchun bunga e'tibor ham bermaganmiz. Lekin har bitta sahifasida bundle deals bor. Misol uchun contact us'ga ham kirsak ham bundle deals bor. Track your order bu mijozlarimiz o'zini nima desam ekan, buyurtmasini kuzatish uchun. Va mana shopga kirganda bizda atigi 4 ta mahsulot bor. Nimaga 4 ta mahsulot? Chunki biz o'zimizni do'konimizni professional nima desam ekan, ko'rinishda ko'rsatganimiz uchun pozisionerирование deyiladi rus tilida. Bu position, ya'ni branding bo'lgani uchun bizda juda ham ko'p mahsulot emas, atigi 4 ta mahsulot qo'ydik va bizning asosiy maqsadimiz har bitta mahsulotdan iloji boricha ko'proq pul ishlab olish kerak bo'lgan. Agar 15 ta, 20 ta, 50 ta mahsulot bo'ladigan bo'lsa, mijozni o'zi adashib ketadi va bilmay qoladi qanaqa mahsulot sotib olish kerakligini. Va birinchi mahsulotimizga kiramiz, ya'ni sahifasiga mahsulotni, va bu yerda bizda mana birinchi navbatda do'konimizning nomi trademark qilib brend yaratganmiz. Keyingisi bu nomi 4-in-1, ya'ni bitta mahsulotning ichida 4 ta mahsulotni funksiyasini bajaradigan Camp Lamp Fish Sea. Keyingisi bu review, qancha review bor bizning do'konimizda va qancha yulduzcha. Keyingisi bu narx, ya'ni 39.99 emas, 19.99 dollarga, ya'ni 50% chegirmasi bilan sotib olish uchun. Keyingisi bu yerda variantlarini tanlash. Keyingisi mana bundle save bor, ya'ni mahsulotlardan bundle save'dan tashqari har bitta mahsulotning ichida, ya'ni donalab sotib olishi mumkin. Qancha ko'p sotib olsa, shuncha yutib oladi. Ya'ni misol uchun bitta sotib olsa 20% tejab oladi, ikkita sotib olsa 40%, 3 ta sotib olsa 60% tejab oladi. Bu ham yaxshigina bir trigger bo'ladi, ya'ni konversiya qilish uchun, sotib olish uchun, ko'proq sotib olish uchun. Keyingisi bu add to cart, savatga qo'shish va buy it now, ya'ni mahsulotni sotib olish. Keyingisi bizda bu timeline, ya'ni bugun sotib olsa, ya'ni 5-oktyabrda va 15 yoki 17-oktyabrda mijozga yetib boradi. Bu degani siz o'zingiz ruchnoy qo'lda yozib o'tirmaysiz bu narsani va nima desam ekan, hamma narsa avtomatizatsiya qilingan. Ya'ni bu sanalar, bu informatsiya, ma'lumotlar aynan shu yetkazib beruvchini omboridan olinadi avtomatik ravishda va shu yerga qo'yiladi. Ya'ni siz bu haqida o'ylab o'tirmaysiz. Keyingisi bizda bu 3 ta kolumn bor, ya'ni bu mijozlar uchun yaratilgan kolumn, ya'ni ma'lumotlar, fast free worldwide shipping, ya'ni yetkazib berish ma'lumotlari o'qib chiqadi. Customer service, ya'ni biz xizmatlarimizni va misol uchun qandaydir bir muammo bo'lsa 24/7 murojaat qilishi mumkin. Va satisfaction guarantee, ya'ni garantiyasi bor. Agar misol uchun brak chiqib qolsa, qanchada biz qaytarib beramiz pulini yoki uning o'rniga yangi mahsulot yuboramiz, xuddi shunday. Keyingisi bu hook. Hook degani ilmoq, ya'ni mijozni bir narsa bilan jalb qilish kerak, ya'ni bu shu matn bilan aynan shu mahsulot kerak. Keyingisi bu descriptions, ya'ni mahsulotni описанияsi. Keyingisi bu specifications, ya'ni nima desam, texnik tomonlari ko'rsatilgan. Keyingisi bu key features, e'tibor bersangiz bu yerda GIF ham qo'shilgan, ya'ni qanaqa ishlanadi. Nafaqat oddiy rasm, balki-da video tarzida ham ko'rsatiladi. Aynan mahsulot sahifasining ichida, product page'ning ichida va qanaqa benefitslari bor. Keyingisi bu bundle save, misol uchun bitta shu mahsulot emas, unga yoniga qo'shib yana 2 yoki 3 ta narsa sotib bo'lsa, qanday narxga aylanadi. Keyingisi bu yana ko'rsatamiz, nimada ishlatish mumkin. Nafaqat atrofni yoritish va
misol uchun kapotni ochib qo'yib motorni remont qilish uchun ham juda ham yaxshi mahsulot hisoblanadi. Keyingisi bu media, qisqacha qo'llanma, ya'ni qayerda ishlatiladi va qanday ko'rinishda bo'ladi. Rasmlar joylashtirilgan 3 ta. Va keyingi blok bu what our customers say, ya'ni bizning mijozlarimizni qanday fikrda shu mahsulotdan. E'tibor bersangiz, aynan Facebook stilida qilingan, temasida qilingan, bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Ko'pchilikda savol tug'iladi, bu qanday tema o'zi? Juda ham yaxshi bir tema. Temani nomi Shrine. Biz aynan buniki Shrine Pro, o'zi bu pullik tema. Narxi $300. Lekin biz buni sizga bepulga berishimiz mumkin va berganmiz ham. O'zimizning yopiq kanalimizda eslatib o'tamizki, bizda yopiq kanalimiz bor. Narxi 350 ming so'm, bu bir martalik to'lov. Ya'ni u yopiq kanal ichida kurs emas, ya'ni shu narsani chuqurroq o'rganish uchun har xil foydali ma'lumotlar, temalar, mana Shrine'ga o'xshagan yokida reklama strategiyalari bo'lib o'tadi. Va eslatib o'tamanki, aynan shu yopiq kanalimizda mana shu loyihamizning marketing tarafini yopiq kanalimizning ichida ko'rsatamiz, ya'ni qancha pul sarflaganmiz, qanaqa CTR, CPM, shunga o'xshagan kabi target terminologiyalari bilan shu ko'rib chiqamiz. Qancha xarajat qilganimizni va qanday reklama strategiyasini olib borganmiz va qanday reklama videolarini ishlatganmiz shu mahsulotga. Bizning yopiq kanalimizda. Endi narxi kundan kunga oshib borishi mumkin, lekin 350 ming so'mga o'ylaymanki, bu juda ham yaxshi investitsiya deb o'ylayman, chunki bu bir martalik to'lov. Xo'sh, keyingisi you may also like, ya'ni bu yerda shunga o'xshagan mahsulotlar chiqib keladi va pastda bu footer, aytgancha footer eng pastki do'konning eng pastki qismi. Bu yerda asosan yuridik taraflari joylashgan va biz bilan qanaqa bog'lanish va ish vaqti va shu qaysi to'lov tizimlari ulangan o'zi. Keyingi mahsulotimiz shu fish hook noter, ya'ni bu yerda ham shu shablon bo'yicha ketgan. Ya'ni hammasi bir xil. Bu yerda endi description va hook'i boshqacha. Ya key featureslari ham mana bu yerda aytsam GIF tarzida ko'rsatilgan, qanaqa qilib ishlatish kerakligini. Bundle deals va smart fishing traditional bor, ya'ni oddiy qo'l bilan boylagandan ko'ra bizning mahsulotimizni ishlatsa qanday xususiyatlarga ega, ya'ni qanday foydali tomonlari bor. Keyingisi bu media qo'llanma, ya'ni 3 ta rasm ko'rish uchun qanaqa ishlanadi va what our customer says, ya'ni bizning mijozlarimiz qanday fikrda. Keyingi mahsulotimiz bu fishing container, ya'ni konteyner ichiga narsa solish uchun. Misol uchun bizning mahsulotlarimizni bu yerda ham shablon bo'yicha ketgan va mana bir xil desa ham bo'ladi va eng sotilgan mahsulot bizda bu fishing casnet, $7,500 pul sarflaganmiz, chunki bu eng qimmat mahsulot hisoblanadi bizda o'z do'konimizda. Va bu nima desam ekan, qarmoq otganda ko'proq baliqni keyin ilib olish uchun. Chunki bu yerda ham mana gifkalari bor, qanday ishlanadi, qanday nima desam ekan, key features, ya'ni benefitslari bor, foydali tomonlari. Bu haqida shu mahsulotning videosi, reklama videosi ham bizning yopiq Telegram kanalimizda bo'lib o'tadi. Va bundle deals. Endi qisqacha qo'llanma va what our customer says degan shunaqa bloklarga ega. Yana bir xabarimiz bor, yangiligimiz bor. Bizda endi o'zimizning onlayn do'konimiz ham bor, mizi.com/shop.uz degan do'konimiz, ya'ni u yerda bizning PDF qo'llanmalarimiz bo'ladi, PDF gaydlarimiz, to'lov tizimlari haqida, reklama haqida, Facebook haqida,
do'konni qanaqa qilib yaratish kerak bo'lgan haqida kitoblar. Unaqa narxi ham qimmat emas, arzon, kirib ko'rishingiz mumkin. Endi hozir kirib ko'rganingizda bitta yoki ikkita gayd bo'lishi mumkin, lekin u kundan kunga bizada ko'payib boradi. Bizning onlayn magazinimizda tashrif buyurishingiz mumkin. Xo'sh, bu bizani 1 oylik natijamiz edi va bizning loyihamiz aynan phishing yo'nalishida. Va biz 4-kvartalga tayyorgarlik ko'ramiz va keyingi videolarda ham shu 4-kvartal haqida gap bo'lib o'tadi va qanday yana qiyinchiliklar bor yoki misol uchun domen nima uchun kerak, telefondan ishlasa bo'ladimi yoki faqat kompyuter kerakmi, shu haqida ham videolar bo'lib o'tadi. Chunki oxirgi payt biz to'xtatib qo'ygan edik, chunki bizning o'zimizning bepul kursimizga chiqqandan keyin maydan keyin 4 oy hech narsa olmadik, chunki biz shunaqa loyihalar bilan band edik. Endi vaqtimiz sal bo'shab qolganimiz uchun endi ko'proq video chiqishga boshlaydi YouTube kanalimizda. Undan tashqari o'zimizning shu yopiq Telegram kanalimizda ham eksklyuziv YouTube'ga chiqmagan ma'lumotlar va agar chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz shu bizning yopiq kanalimizga qo'shilishingiz mumkin. Endi biz xarajatlarga keladigan bo'lsak, ya'ni hisob-kitobga 1 oyning ichida bizga $12,827 pul tushgan. Undan esa biz adsga, ya'ni reklamaga $4,136 sarflaganmiz. Productsga, ya'ni mahsulotni tan narxiga $3,273 sarflaganmiz. Fees, ya'ni Shopify tranzaksiyalari va konversiyasiga ham, valyutasini konversiyasiga ham umumiy $649 sarflaganmiz. Othersga, ya'ni boshqa xarajatlarning ichida bu yerda domen $10 va Shopify podpiskasi oyiga $1 dan 2 oyga, ya'ni biz avgust oyida boshlaganmiz ishni. Avgust oyida biz do'konni tayyorlaganmiz. Qanday yo'nalish, qanday mahsulotlarni hammasini tayyor qilib, keyin sentyabrdan reklamaga qo'yganmiz. Ya'ni bu narsaga $12 ketgan. Endi umumiy xarajatlar bizda $8,000, $8,070 va undan ayirib olsak bizda sof foyda $4,757. Bu yaxshi natija deb o'ylayman. Ya'ni 1 oyning ichida $4,757 topganmiz. Eslatib o'tamiz, bu Q4 emas, ya'ni bu hali dropshipping mavsumi emas, lekin 1 oyning ichida agar to'g'ri yo'nalish tanlab, to'g'ri tahlil qilib, to'g'ri reklama strategiyalarini olib borib, shu narsani qilsa, ya'ni hamma narsani to'g'ri qilsa, shunaqa natijaga erishish mumkin bo'ladi. Sizda shunaqa imkoniyat ham bor va undan yuqori natijalarga erishishingiz mumkin. Ya'ni chunki Q4 kelmoqda, oktyabrning oxirisidan boshlanadi. O'shaning uchun bizning yopiq kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin agar chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz va bizga o'xshab shunaqa daromadga chiqishni xohlasangiz. Bizning keyingi qadamlarimiz va maqsadlarimiz bu Q4 ga tayyorgarlik ko'rish, ya'ni oktyabrning oxirisidan boshlanib to yangi yilgacha bo'ladi. Ya'ni bu dropshipperlarning mavsumi hisoblanadi. Shu oraligida siz juda ham ko'p pul ishlab olishingiz mumkin. Nimaga? Chunki ikkita sababi bor. Birinchisi bu bayramlarni ketma-ketligi, ya'ni Halloweendan keyin Black Friday, Cyber Monday, Thanksgiving Day, Merry Christmas va yangi yil, ya'ni Happy New Year kabi bayramlar bo'lib o'tadi. Va ikkinchi sabab bu yilning oxirisida g'arb davlatlarida, rivojlangan davlatlarda buxgalteriya yopilgandan keyin ularda oylikdan tashqari juda ham ko'p ya'ni premiya berishadi. O'shaning uchun bizning potensial mijozlarimizni puli ko'p va juda ham ko'p bayramlar bor. U degani o'zini yaqinlariga bu narsa sovg'a qilmoqchi bo'ladi. O'shaning uchun bu juda ham bir nima desam ekan, samarali mavsum deb o'ylayman, aynan dropshipping dunyosida.
Endi biz tayyorgarlik ko'rganimizdan keyin biz o'zimizni maqsadlarimizni va qadamlarimizni o'zimizni yopiq Telegram kanalimizda yuklab boramiz, ya'ni YouTube'ga chiqmagan eksklyuziv kontentlarni siz unga a'zo bo'lishingiz mumkin. Bu bir martalik to'lov. Unaqa qimmat deb o'ylamayman. Endi keyinchalik baribir narxi oshishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun bizani kuzatib boring va o'zingizni sifatsiz bilimlardan ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.